Voy ammo odam Barsani yuk kelishini bilib jinni o'qilyapti. Aka siz bilan bunaqa bahsli videoda oxirgi marta Namanganga yetib kelishdan oldin qilganmiz. Xo'p, nima demoqchisan? Yana boshlanib sen shu qilallaring? Aka, biz bilan unaqa tinch yuradigan bolalardan emasmiz. Qarochi, bugun El Clasico, hammanglarda xabaringlar bor. Aka sizga xabaringiz bor. Albatta xabarim bor. Siz Barsani muxlisiz. Albatta, Barsa legenda. Men Real muxlisman, uni bilasiz. Qarochi shart berishdan o'ynaymiz. Nima deyishingiz? Men roziman. 5. Xo'p, shartni obunachilar kommentariyaga yozishsin. Kimning sharti kommentariyada eng ko'p like to'plagan bo'lsa, o'sha shartni yutkazgan komanda muxlisi bajaradi. Rozimisiz? Albatta. Albatta Barsa yutadi. Yana bitta narsa bor. Shartni bajarishdan oldin mana shu reverend suvlarini bitta ko'tarishda ichish kerak. Bitta ko'tarishda ichib, keyin shartni bajarish kerak. Nima deysiz? Men roziman, chunki bu reverend suv desa bizga quvvat bo'ladi. Albatta. Qarochi 5 beradi. 90 minutga sen bilan dushman bo'lamiz. Davay. Kommentariyaga shartni o'tda strogilarni yozinglar. Mana shu odam ertaga shart bajargan videosini qo'yaman ertaga. Hali Barsa bugun yutmaydi qarochi. Barsa bugun yutmaydi, chunki bo'ldi. hali ko'ramiz kim shart bajarishini. Realchilar yutkazadi.